Revansh. Hozircha 1-0 Volk foydasiga ketdi start. Masofa zarbasiz sekundlar Volk oyoq hujum bilan boshladi. Lopesning odatiy joylashuvi kombinatsiyalar bilan ishlaydi. Volk maqsadini belgilab qo'yapti. Diegoning oyoqlariga talofat yetkazish. Noaniq chiqdi low zarbasi. Diegodan yengilgina middle kick tekshirib olish uchun. Endi sal keskinroq leg kick son qismiga asosan oyoqlar bilan aktiv ishlashyapti jangchilar. Volk takedownga intildi, lekin Diego yaxshi his etdi masofani. Qadam ortga chekinib yaqinlashtirmadi o'ziga Volkanovskini. Stoykada pozitsiya uchun jang bo'lyapti hozircha. O'ziga qulay joy tanlash, hujumga yaqinlashish. Volkanovskidan yaxshi o'ng qo'l zarba. Diego javob qaytardi. Nuqtalarni o'zgartiryapti Volk. Oyoqqa hujum. Volk bo'yi past, baquvvat otmadan kelgan, uni muvozanatdan chiqarish oson emas. Takedown orqali yoki oyoqqa hujum orqali. Hammasini ko'ryapti, his etyapti. Volk kardiosi yaxshi, endi 37 yoshda. Agar shu xususiyatni yo'qotmagan bo'lsa, dastlabki raundlarda bunga javob topa olmaymiz. Taktik kurash. Va yana bir urinish takedownga. Lopes bermadi oyoqni. Aleksandr jismonan juda ham kuchli. Ana shunday klinchlarda hattoki Islom Makhachev bilan ham teng-teng kurashgan deyarli. Va klinchdan chiqib ketyapti. Islam Volk to'qnashuvi birinchisi aynan Avstraliyada o'tkazilgan. Wow, hozir to'g'ridan yaxshi zarba. Volkanovski ketidan jab ulab yubordi. Va flying knee bilan kirib bordi tana qismiga. Sal tezlashdi Volk. Bu yerda mezbon ekanligini ko'rsatmoqchi. Uyda yutqazgan Makhachevga shuni o'zi yetadi deb hisoblayapti.
Hoppa, middle kick. Sezilarli Diego Lopes so'nggi sekundlarda aniq zarba bera oldi. Endi bilmadim qanday baholaymiz bu raundni. Mutlaq tenglik. Ozgina Volkanovski faullashgandek bo'ldi. 5-daqiqada Já viu que o seu jogo é fintar, sem desespero, quando vai pra cima, só espera essa mão direita dele, então atento, entendeu? Lembra? Baixinho lá. E como te dice, Manuel, ele não tem um jarrito lá, tá na sombra, por favor, lá. And on the but power side, he doesn't know what to do on the power side. when he goes southboard, change up two seconds. Yeah, Change us to sides. yeah, and Go around. and more looks if you want to get that takedown. Yeah, we need the lower looks, body looks. Okay. ikkinchi raundga start berildi. Volk yana hurmatga sazovor bo'lishiga sabab o'zi hamma raqibiga nisbatan hurmat bilan yondoshadi. Qolaversa, ijtimoiy tarmoqlarda doimiy faol bloglar yuritadi va bu shunchaki trash talk yo jinniliklar emas. Aynan janglar tahlili. Alex juda zo'r tahlilchi. YouTube'da stream o'tkazadi. Katta turnirlar paytida ulardan oldin o'z taxminlarini bildiradi. Jang paytida esa sharhlab o'tiradi. Nimadir ishora qilyapti referiga Diego Lopes. Goddard aralashmayapti. Barmoqlarini ko'rsatdi menimcha, o'sha o'ziga hujum qilgan bo'lishi mumkin. Ana harakati bilan Diego nuqtada qolmaslikka urinmoqda. Hoppa! Son qismiga yaxshigina sezilarli zarba, uni tovushi bizda ham eshitildi hattoki. Oyoqqa ishlov berishda davom etishyapti. Ikkalasi ham qarang, hozir seriyalar bilan ishlashdi. Chubut cross. Aniq zarbalar kam. Kuch bilan yo'naltirilayotgan zarbalar kam. Biz taktik kurash guvohiga aylanyapmiz. Ikkinchi raundda ham yaqinlashdi Lopes. Hammasini ko'rib turibdi Volk. Lopes hujum qildi. Aytangi Volkanovski bu hujumdan foydalanib kontrpanchlar bilan vaziyatdan chiqib ketdi. Uzoq davom etmadi zarbalar almashinuvi. Lopesdan kombinatsiya uppercut aniq. Endi esa Volk oldinga tashlandi. Yaxshi zarbalar, sal muvozanatdan chiqargandek bo'ldi. Lopes tezda tiklanib qarshi hujum tashkil etdi. Hattoki endi bosim ham qilyapti. Shikast ham yetkazganga o'xshaydi Volkka. High kick noaniq. Volk aqlli chiqib ketdi hujum ostidan, lekin Diego yana bitta chap qo'l zarba bilan unga talofat yetkazishga erishdi. Raundning ikkinchi qismi faolroq tarzda o'tyapti.
Yana bir almashinuv. Hech qaysi bir epizod ma'lum bir jangchi foydasiga hal bo'lmayapti. Shunisi qiziq. O'tkazgani uryaptim, javob qaytaryaptim. Hozir ham xuddi shunday ikkalasi hujumga o'tdim. Va Diego Lopesdan oyoqqa borish jarayoni. Bo'yindan oldi Volk, menimcha yetmasa kerak. Yo'q. O'zini vazni orqaga qarab tortdi-da, osilib qoldi. Kulyapti Volk. Bilmadim nima uchun. Bas kulgili. Qurshovidan chiqib ketdi Lopes va mana o'zi bo'g'ishga harakat qilmoqchi, lekin vaqt kam. Vaqt juda kam, Volk bermaydi. Bo'yin aniq fiksatsiya qilingani yo'q va gap yo'q. Mana nihoyat ikkinchi raundning ikkinchi qismida ular faollashdi. To'g'ri, sifatli va saviyali jang, ammo action kamroq. Xavfli vaziyatlar kamroq. Mana ulardan birini tomosha qilamiz. Bu o'sha son qismiga tepilgan holat. Volkning o'ng qo'lda tashkil etgan hujumi, keyin javob. Keyin Diego Lopes qarshi hujumga o'tib ketgan edi. Aniq toza zarba Volkdan. Yana bitta nuqta. Üçüncü round. Go'yoki Lopes faolroqdek, go'yoki u markazni egallab olgandek. Ammo Alex Atayin shu pozitsiyada ishlayapti. O'zidan balandroq raqib ketidan quvib, yaqinlashishga energiya sarflamoqchi emas. Yana orada bir gaplashib kulib qo'yishyapti. Menimcha Alexning sekundantlariga reaksiya bildiryapti Lopes. Dirsak bilan hujum Lopesdan. Bosh qismiga Volk faolroq ishlayapti. Lopes mana son jihatdan Volkanovskiyda ustunlik. Chempionni yutmoqchimisan, mehmonda kamarini tortib olmoqchimisan, qiymateng jang kamlik qiladi. Qiymateng jangda Volk ketdi. Shuning uchun Lopes risk qilish kerak. Fikrlar har xil, kimdir 1-1 desa, kimdir 2-0 Volk deyapti. Oxirgacha agar shunday davom etsa, Volkanovskiyda qoladi ekanman. Lopes risk qilmasa, ikkinchi marta bir xil xatoga yo'l qo'yadi. Birinchi jang ham shunday o'tgandi-da. 4-5-da tajriba evaziga Volk ortib ketishi mumkin. Diego'da oxirgi imkoniyat burilish qilish. Volkanovskiy! Ikkita ketma-ket o'ng qo'l kuchli zarba, sal muvozanatni yo'qotib Diego o'ziga kelib oldi. Ketidan takedown.
Stoykaga qaytishdi. Yana bir urinish. Klinch. Lekin bor ekan Jag. Lopesda turib berdi ikkita kuchli zarbaga. Tiklandi ham. Yana o'tkazib yubordi. Hozircha bu Alexning raundi. Chalg'imang, takroriy lavhani. Hatto Alex ham takroriy lavha ko'rishga harakat qildi. Mana o'sha zarba, mayli. Qarab qo'ydim o'zim ham. Turib qoldi Lopes bitta joyda. Alex ishlayapti, yuriyapti, hech bo'lmasa atrofida aylanib yuribdi. 8 ta burchakni ishga solyapti. Zarba bo'lmasa ham hech bo'lmasa harakat bor va bu hakamlarga ham ta'sir qiladi. Kim aktiv? Volkak. Yaxshi, o'ng qo'l, lekin counter punchni ilib oldi Diego. Baravar ikkalasi oldinga borishdi. Aniqrog'i Volk sakrab turib o'ng qo'lida zarba berdi. Qaytimiga Diego muvozanatdan chiqardi. Mana yana zarbalar almashinuvi. Bunisi endi Alex foydasiga. Faqat raundlar tugayotganda bular faollashyapti. Himoya qismiga to'g'ri keldi. Va bo'ldi, bu raund ham tugadi va bunisini endi ishonch bilan aytishimiz mumkin. Alex Volkanovski o'z hisobiga yozib qo'ymoqda. Murabbiy ham hammasi joyida deyish bilan boshlayapti. You slipped. There was a slip. Yeah. Yengil chayqaldi deb murabbiy ma'lumot beryapti. Even if you slap that hand across. Ana endi ko'rsating, o'yin jang payti ko'rsatmasdan hozir ko'rsating. Bam, o'ng qo'lda. Qarang, ikkinchisi ham keladi. Bum, mana bunisi chayqatdi. Bunisi chayqatdi Lopes. Birinchisi ham jiddiy chiqdi, uningga chidadi. Mana bu yerda esa Diego esingizdami qarshi hujumda tutdi degani. Mana shunisi bo'ladi. Ikkalasi bir martadan yengil knockdown qayd etishdi. Lekin raund Alexniki, mening o'ta shaxsiy fikrim. Diegoda bitta shu epizod bo'ldi. Qarshi hujumda ushladi. Bitta silkitdi u ham. Deyarli yiqdi. 4-raund, chempionlik raundlari boshlandi. Bo'ldi, endi tejamkorlikni sal chetga surib qo'yish kerak. Bir daqiqani yana havoga uchirishdi deyarli. Ular 1 daqiqa dam olib tanaffusda. Yana chiqqandan keyin 1 daqiqa boshlamay turishibdi. Mana boshlanyapti. Birinchi qadamni Volkanovski tashladi. Mana hujum Volkanovskidan.
qarshi zarbalari yaxshi Lopesning. Bosimi ham yomon emas. Seriyalar umuman yo'q. O'ng qo'l Volk himoyaga to'g'ri keldi menimcha. Vahimasi bo'lgani uchun muxlislarga yoqdi. Yaqinlashdi. Yana o'rta masofa. Oyoq, low kicklar. Diego maqsadidan qolmayapti. Oyoqni ishdan chiqarmoqchi. Ammo lekin Volkning oyoqlari eng kuchli nuqtalaridan biri. Noaniq zoyi ketgan zarbalar almashinuvi daqiqa qolyapti. Odatda shu payt faollashyapti jangchilar. Volkdan jab. Lopesdan javob. Volkanovskiga atalgan hayqiriqlar. Yana sinxronlik. Muxlislarni sharhlaymiz shekilli. Zarba yo'q. Hoppa, yaxshi. Volk yana qarshi hujumda kutib oldi. Yaqinlashib kelayotgan Lopesni. Atayinmas. Hatto Lopesning o'zidan ko'ra Alex hijolat bo'lib uyalib ketdi. Take your time. Vaqt berdi Goddard. Alex unaqa qoidabuzar jangchi emas. Alex, you stay right there away from your corner, bro. Okay, good man. Thank you. Sorry, brother. Uzr so'rayapti. Alex eshitdimiz hammasini. Yaqinlashgan shekilli Goddard bor burchagingda turaver deb aytdi. Diego ko'p vaqt sarflamadi, hammasi joyida. Ikkita erkak bo'lib turadi deb munosabat qilishdi va ketdi. Ana endi faollashing, sal nafas rostlab oldingiz. Aykik Maxachevning zarbasini takrorlamoqchi bo'ldi Diego. Ozgina yetib bormadi. Dirsak ham ishlatib ko'rdi. Bu ham yetib bormadi. Lopes hujumda, Alex qarshi hujumda. Zarbalar almashinuvi 10 sekund qolyapti 4-raund tugashiga. Alex yana pozitsiyasini o'zgartirishga qaror qildi. Xavfli vaziyat ekanligini tushundi. Noaniq urinish. Va bo'ldi, raund tugadi. Hech bo'lmasa shu 10-15 sekund nimadirlar qilishyapti. Goddardga e'tiroz bildiryapti Diego. Yana qaysidir epizod menimcha beldan past qismiga ketgandan keyin uzr so'raldi, qabul qilindi, bo'ldi. Bu mavzuga aytilmaydi. Boshqa nimadir ko'ngli to'lmayapti Lopes. Ko'ngli to'lmasligini tushunish mumkin. Ehtimol bilan u 1-3 yutqazayotgan bo'lsa kerak. Va 37 yashar Volkning 5-raund oldidan ko'rinishiga e'tibor qarating. Go'yoki endi chiqib kelayotgandek, umuman charchoq alomatlari yo'q. O'zi charchaydigan jang ham bo'lmayapti, ochig'ini aytish kerak. 5 daqiqa oxirgi raund shou ko'rsatib bering.
yig'ishtiraylik. Ehtiyotkorlik. Yutmoqchimisan, Diego? Tavakkal qil. Iloji yo'q bo'lmasa. Volk mayli endi, tushunsa bo'ladi. Biroz faolroq Diego. Oyog'i og'riyotgandek Lopesning qarang. Volkning o'sha liklari baribir ta'sir o'tkazgan. Ravon qadam tashlamayapti-da Lopes. Bir oqsoqlanib qo'yapti. Mana bizga ko'rsatib berishdi sababini. Mana bizga ko'rsatishdi. Qarang. Tepayotganda Volkning tirsagiga barmog'i tegibdi va menimcha barmog'i singanga o'xshaydi. Diego Lopesning barmog'i singan shekilli. Orada parterga tushib kelishdi va yaxshi jeb Volkanovski tutib oldi. Lopes baribir o'sha oyog'idagi jarohat singan, balki ehtimol singan barmoq unga to'sqinlik qilyapti. Lynch Lopesga qanchalik foydali hozir Alexni parterga tortish, balki bal bor, xo'p, mayli bal oldi deylik. O'g'ishga imkon bo'ladimi? 2,5 daqiqa bu anchagina vaqt. Ko'tarib olyapti Volk raqibini. Aytayapman, u kuchi saqlanib qoldi Volkanovski. Hech narsa qila olmayapti Diego. Shunchaki raqibi ustida bosim bilan vaqt o'tkazyapti. Bo'ldi. Bu ham mana tugadi. Faqatgina 5-raundda ular mana shunday ko'p vaqtni klinchda o'tkazishyapti. Ba'zilar aytadi, parterda o'tadigan janglar uncha qiziq emas deb. Mana stoykada ham o'tiradi shunday bellashuvlar. Aniq zarbalar yetishmovchiligi. Takedown yozib qo'ying. Boyiga Diegoning takedowniga Volkning javobi kontur uslub bilan Diego uzoqlashtirdi. Qo'lni tortishga harakat qilib ko'radi. Armbarga balki shudir uning imkoniyati, balki hozir u. Balki. Lekin Volk beradiganga o'xshamaydi. Bermaydi ham. Mana bu pozitsiyaga necha? Nima deyiladi bu? Qanday o'tirish deyiladi bu? Volk uslubi deyiladi bu. Hech narsa qilib bo'lmaydi-ya, eng qizig'i. Bunday tugatish Lopesning hozir qanday holatda ekanligini ham ko'rsatib beradi. Va uning chempionlik orzulari qayerga kelib to'xtaganini ham ko'rsatib beradi.
3 sekund va bo'ldi, finish. Yana bitta 5 raundlik urush namoyish etib berishdi va Aleks Volkanovski katta ehtimol bilan chempionlik kamarini o'zida saqlab qoldi. And still Diego Lopez to'g'ri unda jarohat bo'lsa kerak oyog'ida, lekin jarohatgacha vaqti bor edi. U aktivlashmadi. U ehtiyot bo'ldi. Endi bildiryapti Volk charchaganini, endi ko'rsatyapti. Shunga ham vaqt bermadi Lopez. Qiyin, og'ir jang, taktik jang. Mana Lopez qaror e'lon qilinmasdan oldin tan olib qo'ydi. Mavsarlarga bering. Bo'ldi, shuncha tortdingiz Diego Lopezni. Gap yo'q, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Hech qanday e'tiroz yo'q, lekin endi bir aylam kelsin. Endi navbatga tursin. Endi navbatga turadi. Bu vazn toifasida bor yangi bir bo'rilar. Osar Yevloyev, Yair Rodriguez, balki Leron Murphy. Murphyda ham yaxshi performanslar bo'lyapti. Qolaversa Volk ko'ryapmiz, ancha tezligi pasaygan. Tezligi pasaygan Volkanovskiga qarshi borini bermadi-yu, Lopez endi nima deyish. So'z Bruce Bufferga shu. And still deydi hozir. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest 49-46, 49-46, and 50-45. For the winner by unanimous decision, and still the undisputed UFC featherweight champion of the world, Alexander the Great Volkanovski. Alexander the Great Volkanovski